Assalomu alaykum qadrdonlar, kuningiz xayrli va barakatli o'tsin. Bugun Xiva shahridagi muhtasham to'yxonasida zamon tozalik xodimlari bilan xizmatdamiz. Pardalarni yuvib, tozalab, akkarib berib turibmiz. Yana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yana pardalarimiz qo'yilgandan keyin tayyor holati. Bu pardalarimiz to'yxona mutasaddilarining aytishi bo'yicha 4 yildan beri yuvilmagan ekan. Chiroyli tarzda yuvib, quritib, dazmollab, akkarib berib turibmiz. Ish jarayonlari bo'lib turibdi. Bu yerdagi hamma pardalari qo'yib beriladi. Keyin bu yoqda yana ko'rishingiz mumkin. VIP zali bor. Uning ichini ham bir qator sizlarga ko'rsatib o'tiraman. Ko'rishingiz mumkin. VIP zalidagi 4 ta oynasini ham pardalarini olib ketganmiz. Ular ham chiroylatib qo'yib beramiz. Videolarni kuzatishda davom etsangiz, yakuniy natijalarni ham ko'rsatamiz. Sizlar ham agar shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol zamon tozalik xodimlariga murojaat qilaverasiz.